Assalomu alaykum do'stlar. 2025-yil 8-iyun sanasida do'stlar BGBNda uzilyapti. Ikkinchi uzumi do'stlar, birinchi uzumini qo'yalmadik. Vaqt bo'lmay do'stlar ko'rishlaringiz holatiga baho beringlar. Mana 25 ming so'mdan o'sha bozorga ketyapti. Holati mana 2 xatolik korzinkada. Eng qizig'i ko'rishlaringiz mumkin. BGBN desa ko'pchilik biladi, bu hind shoptoli bo'lyapti. Mana upakovkadan chiqqan jarayonlar. Mana holati. Upakovka qilinib kelinyapti. Yaqinroq olib kelavering. Do'stlar mana eng qizig'i ko'chati nechta pul deganlarga do'stlar ko'chatlarni yaqinroq olib ko'rsating. Do'stlar mana ko'chatida turibmiz. Shuni mana bog'idan olib chiqilyapti, qo'shilib. Eng qizig'i mana ko'chat, xudo xohlasa kuzga shoptoldan boqilaman deydiganlar. Eng zo'r shoptollar do'stlar ko'rishlaringiz mumkin. Bismillahirrohmanirrohim. Yeb ham ko'rsatamiz ichki kanalga. O'ta suvli bo'ladi. Uni suvni qaranglar. Do'stlar, shoptoldan boqilaman deydiganlarga jo'natib qo'yamiz. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.